Bulimiya degan kasallik haqida eshitganmisiz? Agar eshitmagan bo'lsangiz, bu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bulimiya bu bo'riga o'xshab ovqatlanish degani. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bo'riga o'xshab ovqatlanish degani. Bu kasallikka chalingan odamlar, mana sizda ham bo'lsa kerak bu holat, qorni to'q bo'lsa ham u yoqqa o'tadi, bir nima chuqalaydi, bu yoqqa o'tadi, bir nima chuqalaydi. Mana shunaqa kasallik bulimiya deyiladi. Bu ortiqcha yeb qo'yish va semirishga olib keladi. Bu nimadan bo'ladi? Bu juda kuchli stressli hayotdan bo'ladi asosan. Bunda bu kasallik bilan asosan ayollar kasallanadi. Ayollar juda ham kuchli stress bo'lgandan keyin organizm o'ziga shug'ullanishga nimadir topmasa, organizm nima bilan ovunishni bilmasdan ovqat talab qila boshlaydi va bu kasallik vujudga keladi. Keyin o'zi bilmagan holda odam juda ham ko'p narsa yeydi. Qorni to'q bo'lsa ham yeyaveradi. Buni misoli sifatida men sizga aytishim mumkin, bo'rini nimaga aynan bo'riga o'xshab ovqatlanish deyiladi bu kasallik. Bo'rini eshitganmisizlar, qorni to'q bo'lsa ham qo'zichoqlarni, qo'ylarni titib ketaveradi. Bu qorni ochligidan qilmaydi. Qorni to'q bo'lsa ham mana shunaqa qilaveradi. Bu aynan mana shu bo'rida bor bo'lgan odat borligi uchun mazkur kasallikka bulimiya deb ot qo'yilgan. Bu kasallikni davosi nima bo'ladi? Yechimi nima bo'ladi? Buning uchun odam o'ziga shug'ullanadigan ish topib olish kerak. Nimaga qiziqasiz? Masalan, juda ham qattiq jahlingiz chiqib ketganda ovqat yegingiz keladimi? Nimadir yegingiz keladimi? O'sha paytda o'zingizga shug'ullanadigan narsa toping. Balki kitob o'qishga qiziqarsiz, balki sport bilan shug'ullanarsiz, balki sevimli ishingiz bilan shug'ullanarsiz. Xullas, vaqtni o'tkazadigan va o'zingizni chalg'itadigan nimadir topsangiz, o'shanda bu kasallikdan asta-sekin xalos bo'lasiz. Aslida mana shu kasallikka chalingan odamlarni yeydigan narsasidan 4 barobar kamiga inson to'yadi. Shunday ekan, o'zingizga shug'ullanishga nimadir toping va bu kasallikdan xalos bo'ling. Sizga shunga o'xshagan ma'lumotlar qiziq bo'lsa agar, meni 25-martda boshlanadigan marafonimga qo'shiling. Menga shirindan shakar kommentlar yozayotgan, layklar bosayotgan, qo'llab-quvvatlayotgan kuzatuvchilarga, obunachilarga rahmat. Allohning roziligini, Allohning rahmatini, jannatni va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan qo'shnichilikni so'rayman, iloyim. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, tutayotgan ro'zingizlar qabul bo'lsin. Hamma ikki dunyoning yaxshiligi sizlarga bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.